Homiladorlik vaqtida qachon Doppler va skrining tekshiruvlaridan o'tishni bilmayapsizmi? Unda videoni oxirigacha tomosha qiling. Homiladorlik vaqtida Doppler 2 marta, skrining 3 marta olib boriladi. Skriningga 12-13 haftaligida birinchi skrining, ikkinchi skrining 16-18 haftaligida, uchinchi skrining 28-38 haftaligida olib boriladi. Doppler tekshiruvlari esa 24 haftaligida birinchi Doppler, 32-34 haftaligida ikkinchi Doppler olib boriladi. Bu tekshiruvlarning asosiy maqsadi homilada kechayotgan o'zgarishlarni oldindan bilib berish, ya'ni kasalliklarni oldindan aniqlashni. Shuni unutmang, qorinda to'satdan kuchli og'riq, har xil qonli ajralmalar va quv ustida kuchli og'riq bo'ladigan bo'lsa, darhol o'ziga kelishni unutmang. Zero kasallikni davolagandan ko'ra uning oldini olgan afzal. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga yuborib qo'ying. Yo'qotib qo'ymaslik uchun esa o'zingizga saqlab qoling.